Assalomu alaykum qarindoshlar, qanaqa holinglar, yaxshimi? Mana naq maydonning ikkinchi qismi bo'lib qoldi. Mana naq maydon oldin qaytamliq naq maydonga telefon kelib qilib o'chirilib ketib qoldi. Telefon kirib qilib o'chirilib ketib qoldi. Qo'lim beslik ketib qopti. Men davomlashtiravering. Anondan keyin mushu darhol mushu surgun hukumatning ostidagi mushu yerlik vakillari, ya'ni mushu surgun hukumatni mushu yerlik vakillari darhol o'zinglarning ostiga birdan tashkilotni qurib darhol vaqt elib endi namoyishni boshlashinglar kerak. Chunki biz bo'shab qolsak, bu xayollar texmi Xitoy texmi kuchaydi. Shuning uchun biz texmi kuchayishimiz kerak. Shuning uchun shu Solih Xudoyorlarniki shu Amerika parlamenti oldida namoyish qilamiz yoki mushtaq surgun hukumatdan birilib buyruq tushgandan keyin cho'qim yerlik hukumatlar buni shartsiz ado qilish kerak. Birdan tashkilot echib shundaq Sharq Turkistonga mustaqillik kerak. Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik to'xtatilishi kerak. Majburiy emgak to'xtatilishi kerak. Majburiy emgak bor bizning vatanda. Majburiy emgak yo'q deganlar siqpoqni yapti. Majburiy emgak bor. Andan keyin mushundaq butun andan keyin faşist Xi Jinping, terrorist Xi Jinping degan mushu lozunglarni yangishlab chiqib mushtaq qilish kerak. Andan keyin virus Xitoy virusi, prezident Trump apandim virus Xitoydan chiqdi deb mush tamg'ini bosgandan keyin cho'qim bizmi virus China deb shu davlatlarning oldida mushu xalqlar yozda bu turistlar jiq keladigan vaqtlarda ashlarni tushuntirib inglizcha maqolalarni o'qishimiz kerak. Sharq Turkistonning besvelan g'azimin to'g'risida materiallarni avatishimiz kerak. Qiladigan nurg'un ishlar bor. Biz oddiy xalq bo'lishimiz bilan bularga tashkilotlar, yerlik tashkilotlar, ham soliqlarning, diyorlarning o'zlarining qiladigan o'zlariningki ishlari bor. Qarindoshlar, dunyo vaziyatini o'zinglar ko'ryapsizlar. Bir fursat kelyapti, cho'qim vatanni ilib olishimiz kerak. Bu yerda hammamiz guvohlik berdik, yana qildik, qarshi chiqdik, namoyish qildik, bir narsani bildikki, Xitoy parchalanib Sharq Turkiston mustaqil bo'lmasa, lagerni taqalamaydiganligini bildik. Onundan keyin bizning ota-onamizning shu o'zimizning shu vatani mustaqil bo'lmoqcha turmadan chiqmaydiganini his qildik. Vatanimiz mustaqil bo'lmoqcha ana tilimizni qo'g'damaydiganimizni his qildik. Vatanimiz mustaqil bo'lmoqcha muqaddas islom dinimizni qo'g'damaydiganimizni his qildik. Vatanimiz mustaqil bo'lmoqcha turmalarda lagerlar bosqinchilik uchratgan qizlarni qutuldirolmaydiganligimizni, xonim qizlarimizni his qildik. Shuning uchun nima ish qilish kerak? Yillardan beri surgun hukumat nima dedi? Mustaqillik dedi. Boshqa chiqqan haqiqatni so'zlab chiqqan qarindoshlarimiz nima dedi? Mustaqillik dedi. Mustaqillik bo'lsa hamma nimamiz bo'ladi qarindoshlar. Xohlasak Yevropaga kelib ishlaymiz, xohlasak nega olsak ishlaymiz, uni buni qilamiz, vatanga qaytib ketamiz. Mishaga kelib panohlikni tilab ko'chmanlar idorasiga kiramiz, kirib panohlikni tilab yana Xitoyning konsuliga kirib viza bera deb yana ishaga boramiz. Aslida o'zimizning davlatimiz panohlik tilashdan hojati yo'q, kelib ishligimiz kelib ishlaymiz, bo'lmasa ota-onamiz endi yashaymiz. Urug' qarab qo'yinglar O'zbekistonlik qarindoshlarga. Qarindosh nimaga? Qozog'istonlik qarindoshlarga, Qirg'izistonlik qarindoshlarga ko'ramsizlar ishlarni bir yerda shunday bizga o'xshash so'rilib yurganini. Ko'rdinglarmi? Faqat jiq o'z kelgani ishligini keladi, bo'lmasa ketadi. Tumaydi o'zing vatanda yashaydi. Chunki biz shundaq millat. Shuningga qarindoshlar, yana men surgun hukumatningki yerlik millat, shu yerlikdagi millat vakillari deydigan gapim shu. Endi ma'vo o'limalar bilan ma'rifdagi Hidoyatulloh bilan o'limalarning kim o'ya boshliqdan deydigan bir gapim bor xalqqa. Xalq, meni anglanglar. Meni qulog'inglarni dim tutib anglanglar. Malayziya hukumati bizni qalqon qilib, ya'ni Uyg'ur musulmonlari zulmga uchrayotdi deb Malayziya hukumati yerlikdagi malaylardan pul yig'adigan qarindoshlar. Pulni yig'ib, bu ma'vo o'limalar birligi, shu ma'rifdagi Hidoyatullohlar bilan aloqalash ekan. Bularni hamda haqiqiy unda saqal qo'yib, bunda kashkichiligi, oshiqlik Turkiyadagi Arabdan kelgan bir necha mollalar bilan rasm ishilsa, mashallah
islom bilan mushlar mujohidlar mushlar deb ularni chaqirtib akiladi ekan. Chaqirtib akilib biz mushta xalqimizdan mushta pul yig'yapmiz. Sizlarni deb hamda Malayziyaning ichida har xil tashkilotlar bor, demokratik davlat, sekularizm davlat bo'lgan ekan. O'shanda pul yig'idi ekan bular Malayziya xalqidan. Shuning bilan 85% ni sizlarga beramiz. 15% bizda qilib qoldi deydi. Bu bir pul yig'ishniki, bir pulninki bir ishidan xalqdan pul yig'adigandan keyin. Shuning bilan bu Malayziyadagi ma'qul deydi ki, buni mu Ro'sha Abbas manglab qoladi ekan. To'g'ri emas taqdirni şeyda. Uyg'ur harakatining raisi Ro'sha Abbas anglab qoladi ekan. Undan keyin Umar Qanat anglab qoldi ekan. Shuning bilan bularni tuk yugurib keladi ekan. Voy, bizmi shunda qilsanglar, Hidoyatullohlarga 85% bersanglar, bo'ldi bizga 75% berib, sizlar 25% ni ilinglar deydi ekan. Ro'shanlar. Degandan keyin shuni Umar Qanat yugurib keldi ekan. Hech qizlar kelib, bizga 65% ni bizga berib, 35% ni o'zinglar ilinglar deydi ekan. Tushunayapsizlar, men ketayotgan o'yinni. Mushunda qilib, shuning bilan bular hozir Malayziya hukumatidan shu bu pulni tang bo'lishadigan bo'pti. Ya olsangmi ol. Alloh balaringni berar shu vatandagilarningki, shu irqiy qirg'inchilik uchirgan shu bosqinchilik, shu mazlum xalqningkini shuni shunda qilib yavatqinga Allohga qara. Balaringni berar jalobninglarga. Tushunishdingmi? Men Hidoyatulloh degan O'g'izxon degan jalob cho'shqa men sen yaxshi angla. Men seni qo'qab qolmay, adamni eramaslikka quvang sikim jalob qilmas. Tushundingmi? Meni ma'rifat odamlarim o'sma, meni alo deb bir telefon qilsin, anandan keyin ko'gligini ko'rdi. Ben sen deb qo'yib berkilik Ahmadjon degan ma'rifatnikimni xotini Xashorami vatanga berib kelgan 2010-yilda. Sen ashundaqlarni ishiltibatsa, ha desa seninkidan sendan buyruq keldi. Bular anandan keyin shu Xitoy konsulini oldida ashada var qilib yağan duanı qilib, yağladı Allah rahmat bo'lsin ayna deb mushunda turishdan boshqa hech nimaga yaramaysa sen janobdan kelgan shu bir nechching bor jalobninglarni o'limalar ma'rif qarapaqama tutilganlarning ichidan sap janobninki ya qiningni borki aramdan bo'lganlar mush xoinlik degan narsa bor qara nomus qilishmamsa shu o'zingninki janob tarafdagi shu o'stan shu lagerda ishlayotgan bosqinchilik qilayotgan qarindoshlarning uchun og'irmanda munofiqlar Aşı janobninki, aşı yerdagi qarindoshlarga aşı saqili qirqitilgan, yog'liqlar eritilgan, aşı yilqi oshkorlanib ketgan qarindoshlarga iching og'rimamda, acha tatayotgan zulmga iching og'rimamda, acha bo'layotgan nahaqchilikqa sen ham yashsanglar, go'shkirni yesang, issiqlikni qilib jalobninglar 2dan 3dan xotnasan hisobma. Ya bermamsa, anangni sikay, Hidoyatullohga jalobdansa xotiningni sikay. Anangni sikay. Jalab çoşqa kim olsan nədim payda olğa adam sen kim jalabdan alisi xotanning mayis olsan anangni sikay bir biletla hayatını yo'piyo kömey o'tib ketgan jalabdan alsan hayatını monchoq chiqib baxmagan anangni sikay divan qalandas olamchi anangning haqqi bormi millatning qiyinchilig'i texi soliqlar Yahudlarni qo'llaydigan undaq ya jalabdan alisi sen arplanga o'tama iPhone telefon ishlatma Malayziya bergan dollarni olma jalabdan alisi shu Yahudlarning pullari Yahudlar kashf qilgan pul Dollar degan, aeroplan, iPhone degan shu Yahudlarninki. O'zingchi Yahudlardan so'zi. Sen kim jalobdan olsa Yahudlarning bizimdagidek. O'zlar hal qiladi o Falastinning ishini. Ular degan shu bir anadan bir necha dadi, bir anadan bir boshqa bir dadidan bir boshqa anadan bo'lgan, shunda bir murakkab qavm uni shu g'arb o'zi hal qiladi. Sen o'zingning ishini hal qilmamsan jalobdan olsa. Anangizga o'lmalardikilik Ali Akbar damolarga mega tushdi saqalin qilib qizil Anangizga qung'anga siktirib qo'ngsandan video qilib chiqarib aytgan jalobdan olsa yaqinda paydo bo'lib qolgan nimalar hamma yevib yurgan nimalar anangizga lekin mahsumdek odamlar hammasi o'lib ketdi anangni sikim jalobdan olsa birasini avat baqa oldimga soqchi darsdan oldin so'rab papirma aramdan bo'lgansiz ma'rifangdan chiqdi-ku bir maqsad degan shpiyonmi ayni vaqtida oxir tonimaymiz deb tonimaymiz ayna tonimaymiz nimani tonimaysa jalobninglarni billi yeysa billi ichsa Nabijalar degan ko'tma miyadilik Abdukarim degan do'stim ma'rifdan ichida tas judi biz bilmamdik biz mishada kim mishadan ketdi nachisi Suriyaga Ilhom degan G'uljoq akamizmi ketdi meni o'ylarimga kirib shu tabliq qilib yurganda ayni vaqtda chiqaqda menga deb chiqarib aytganda Suriya masjidi so'ycha sen jalobninglarning qo'lin qonga bo'ylib ketdi ya Malayziya hukumati pulni olib mustaqillik talab qilmaymiz biz qoral ko'tardiganlar deb olganikin deb imzo atmaysan Soliqlarnikiga
Anangizga jalab cho'shqa. Balalarning cho'shqa o'xshayga qarab baqa, shundoq yerlar sangilab anangizga zuvaningizga jalab tongaldir. Numus qilishmamsa, qaysi? Ha? İşplas bedbaxt şavcılar. Ve bütün hayım münafık sanxaqni için çıqatdı. Allah deb bilib qul jalabdan alır anangizga pepetmak solamçılar. Bütün hamma nacharlik sendan chiqyapti anangizga. Zo'rdan sabrning uchun kitobni o'qipaqa yurtninki, Nurdinka Qur'onni biz ko'tarsak, endi o'g'ancha mollalar yutsuram degan. Ashu mollalarning avlodlari sen mollalar jalabdan alır ya. Haqiqiy mollalar sen emas, haqiqiy mollalar Qur'on Karim tarjim qilgan Xitoyning turmusi o'ltirib etildi. Nurg'unlagan shehidlarimiz qari bolalar Alloh akbar degan bolalar hammasi g'ulji qirg'inchiligida, urumchi qirg'inchiligida o'lakat sanjalabning alır shayton anangizga Xitoy tarbiyalagan jasus mollalar anangizga. Anangizga hidayatulloh xotiningizga, aramdimga qizlaringga iskay narsi do'stim anangizga. Jalabning alisi anangizga. Qo'siqingga yo'lab qo'yib sikima jalabdan olsa anangizga. Evet baqa anangizga bir oldimga bir rasmni men saqlayapman. Anangizga o'lim oladiki, o akbar domilla degan jalabdan olsa anangizga. Ele kamar artish deb bir jalab bor ekan. Va sening yosh vaqting anangizga bag'ning ichida 15 adam bosqinchilik qilib, o'sha yezangni sikititgan anangizga. Numussiz jalabdan oldi rasva. İçişamamda imzanı ilıvatkanın ki pulunu ile haramdan alırsa, ile Indonezya'dan alırsa, ile İslam ellerden alırsa, ile Malaysa'dan Atlantan Jalap'tan alırsa imzanı. Ve sürgün hükümetlikler bakmış atmıqallar ya, şu Malaysa'dan pul ilıvatkanlar ya, materyalini tüplep, Malaysia konsulları ki Amerika'daki bütün yaksi pulunu kesiyor çıkarak boyunca kızlarının ki, TikTok'lara çıkıp, resva koy çıkıp, ben endi qana qilman ki jalabdan alır anangizga. Necha vaqtdan beri bo'ptilar namoz o'qiyotgan odamlarga anangizga. Zuvaningizga hidayatulloh o'sgan anangizga terrorist jalabdan olsa anangizga. San terrorist haramdan bo'lganlar anangizga. Vahabiy solamchilar anangizga 20 Arab 20 PKK olanmagan jalabdan oldi. Erdo'g'an chiqib quvonga sikilo jalabdan oldi chiqib tap qo'y anangizga. Zuvaningizga haramdan bo'lganlar. Nima ko'rib qolding solamchi? Bir Nijat Turg'un bu gaqimati bizni Nijat Turg'un tutib turadi deb o'ylaganmidi? Men hech kim yuz xotirmayman. Men ish to'g'ri bo'lsa, o'kka Nijat akashdan paranglashganman. Xayr desam to'xtab turibman. Men bilan imzo atqizmayman, men gaplashyapman. Sen unda tillab ketman deganda, qo'ymadingmi? Endi chiqib tillayman deb oldida o'tib bo'lganman. O anangizga, xotining jalab anangizga. Qizlarimni jalab bo'lib ketadi, degan anangizga baxtsiz bo'lib ketadi. U arab bu turk qanchalig'a Uyg'urlarning qizlarini Suriyalada, Kurdlarga, Arablarga nari bir mayna solamchilarga so'lab berishdan aramdan bo'lgan. Hayam bormi anangizga Suriyada qaysinga? Suriyada 7000 askarimiz bor, bizningki qoralliq chegini qo'y. Appani to'tig'ini qo'ylar jalabdan oldirib berib anangizga vahabiy aramdan bo'lganlar. Sizga raprat otaqning qiridan tushgan jalab. Qarab baqaya Hidayatulloh ya, oyliq Abdullah degan istiqlolninki qarab baqa mayna jalabdan oldiring hamma anangizga. Öyangi bizdan xotin tizqib teshil shapaqchilik qilib yurgan aram cho'chaqning qiridan bo'lgan jalabdan. Qayson chiqib, Müştanga yan besip, mening rasmimni choplab, yani bizdim tillab baqa anangizga mollalar. Men anglab baqa anangizga balangning, xotin balangning yan bir narsaning rasmini kirishtirib jalabdan oldirib seriqqa anangizga har xil videolarga Vatiqanga chiqib etma aramdan bor. Sen haq menikin qilib o'ynayar ekansan, men sen haqnikin qilib o'ynab qo'ygan. Men bu kompyuterni mana cho'qdan beri xil bilimlarni elib oldim. O'zim qila oladigan bo'ldim. Facebookda narsalarni tushirganni, rasm kirishtirganni men xeyli saviyaga yetib qoldim. Undaqatsa aramdan bo'lganlar. Anangizga pepetmoq jalabdan oldir. Vatandima sen chiqansiz purtiydigan sen jalabdan oldirdan anangizga hayotingga munchoq tushmaysa, anangizga zaytun burunni qo'y, chirtib turib yana o'qildirib etishdan yuyinmamsa jalabdan olsa, taqturqin qarmamsa, tuzugraq yumamsa anangizga issiqlik to'rini qitdi kechib putlaring purak ketgan anangizga qo'ltiq talaydigan aychi qizlar. Xalqni mo'tata qilishni bilamsa, o'rganmamsa, azroq urumchiliklardan, boshqa yerliklardan Turkiyada qanday yashayotdi, bunda bir halol emgakda yashasam-da puttiyak darnak kechvog'icha. Necha qizlar men degan o'tganda desam, menga bir nechisi, "Vo, unda siz yurtmasingiz gap yo'q bu yerda, yurtmasingiz so'sam, Qashqa xotin deb vatanning ichidagilarni ishlab tatgan bo'lsam, hisobmat tekshirik solamchiligini da'vatmi va qo'lchiliklarni dedim-go, ilm ashrifidagi qo'ng'altaqlarni mo, men qo'ng'altaqni gapildim-go, Mirzahmat deganlarni Bakram Tursun deganlar echitdim-go. Qayerda bir qo'lchilikni arib qo'ydim men. Nar munofiq shuni urib atmayman.
Anang sizga rasva solamchilar. Ya numus qilsam da Hidayatullah degan senda numus qilib yuzmi yo'q-ku anang sizga. Sening chiroyingdan aramdan bo'lgan sening yuzingdan Jennifer Lopezning qo'ngi chiroyli qijiq qilsa, Xayamning besh chiroyli qijiq qilsa seningdan. Anang sizga numus qilsa, numus qilsam da aramdan bo'lganlar ya azroq numus qilsam da. Ha? Seni bir tınlamaydıgan sen kim jalaptın alisi? Bir nas qivita alamsa, albatta sen xotinliklaring bor aramdan bo'lgan qanday bo'lsa. Sizga tutib tashitma anangiz sizga. Jalaptın alisi. Xayamning pishti vardı menga Turkiyada anangizga bormabdimi? Turkiyaga nim qila oladi? Voy biz mujohid alhamdulillah. Voy Sharq Turkiston Islom partiyalaring bor qara. Nima deb shu ayni vaqtda qimmatdika shu yerda, shu afg'onlarda shu yerda qimmatdika bizni o'tirishib, o'sha munda bishnasini qo'yib o'ylab, aramdan bo'lganning davatgan gapiniki birisi bizga uyg'un kelmaydi. Sap arabning lapa, arabning bijnimisi yezib o'ylab, Independence for East Turkiston deb inglizcha yezib, maydoningni qilib, saqilingni qirsangmi deb chiroyli yasab, anangiz kelib, tuzuk ish qilish, nima bu? Sharq Turkiston Islom partiyasining odamlari kirib chiqirgan-ku Suriyadan, bemalol kirib o'ynab kirib chiqib qiladigan-ku. Dunyo Uyg'ur qurultiyining atrofida yuribmanmi? Unda mujohid bo'lgan odam, o'zini oshkorlamaydi, maxfiy bo'ladi. Salomchi. Nangskayla. Voy bu Basat Ashar degan olimpikni berib Xi Jinpingning podon yalab bo'ldi. Ajab Ashar Asharni bir Xitoyga tutib emay, Ashar turib berikna. Sen jalabdinglar bizni nima uchun indigenis qilishding? Bizni nima uchun indigenis qilishding? O'tganda Dilyar ma'lum bir nuqtani so'zlab o'tib ketdi. Bu Xitoy chiqayotgan taqdirdami indigenis degan qalpig'i bizda bo'lsa, bularning yana bizda kirib boshqarib deb yana kirish huquqi bor ekan. O'tganda shuni Dilyar Musabay bir ikki xalqaro qonun bo'yicha birsi Harvardga bir kitob bo'yicha yana bir xalqaro qonun bo'yicha yaxshi tushunadi dedi. Mushuningdimi? Sen jalabdinglarni men aytib beray bugun. Sen Vahabiy solamchilar atigi vatanning chekirib qalaymagan qilishi. Shuning bilan Jefang uchun yana keladi. Bikar indigenis qilmadi. Men indigenislar chiqishamabdi, biz boshqarib beraylik deb. Sanxaqning kallang chataq edi qizlar. Shanxaqninki siyosiy mansubiyating siyosiy poytaxtdan Sharq Turkiston emas, nimadir arabning bijnimisi edi qizlar. Tushunishdingmi? Bo'lmasa o Salih Xudoyorga sen unda Yahudi birnim dedi, yana birnim dedi. Sen Yahudining telefonini ishlatma, Hidayatullah degan jalabdan alisi. Yahudining dollarlarini xashlama, anangizga davlatlarning kelgan dollar kelganda, aeroplanga o'tama, kostyumni kiyma, jalabdan alisi. Xud anangizga Ölümalarki Ekber Damoğlu bilen bu şey istiklalıki jalapnamaların hemen munafiq jalapnamalar toxonun tutuğunun düşken jalap çoşkının tutuğunun düşken aramdan boğal çırayıngım qarap bakay kızlar anangizga ya xotinlarim ya gapilishmaydi ya qaysingga mening bir qiz do'stim ya bir ayolim bo'lib mishta da'vatini menga juda menda deb tushuntirsa bir narsa shunchalik narsalar chiqdi shunchalik dokumentlar chiqdi biz chiqib hamma narsaga tushunchib edik sen jalapnamalar shunchalik indigenis qilayotgan ya'ni qurultayning podig'ini ko'tarib ashtayndan ketanmaysan aramdan bo'lganlar ha hammangninki tutug'i Sharq Turkiston Islom partiyalaring bo'lamsa Sharq Turkiston o'limalar birliking bo'lamsa hammani ko'rdi g'ezg'az o'diga o'dak bo'ldi tushundingmi sen aramdan bo'lgan hisobini ben anangizga pulni chechivat Turkiyadagi Ramzan kelyapti Turkiyaga ham sap 5 gramliklarga bermay jalapdan olisi anangizga pipitmoq solamchi Hidayatullah degan Malayziyadan kelgan pullarninki hammasini bo'lib anangizga nomus qilmaydi qizlar ro'shan jalab bilan birga rasm chiqishar narang namoz o'qiydigan nimalar uning opsin bir jalab bo'lgan Abdumrayn Tinjanlarga aytib bo'lgan dada solab bergan solamchi kelamidi qo'y Rashad Abbas oldimga Ro'shan Abbas kelamidi qo'y sen isboting bormi chiqara nima bunda deysadi chunki o'zi ashunda o jalabninki jalabni o'tirg'ilib rasmga tushding qo'y amma nomus qilishni bil yani bir yana bu kadar numussizlik bor. Xalqning oldida rasvo bo'lishdan imzo qo'yishmidi. Va meni vaqo qaray, selib nachmin kuchukingni sep tillasangmi, xiyolimga kirib chiqmaydi. Ammo xotin balangnikini siktirib etmayman shu. Og'ziga xoyni kirgizib qo'yib, yana bir nima qilib xotin balangninki jalabdan olsa, qanday kirishtirib etmaykan anangizga. Numussiz. Meniki kirishtirib, menikini tillab, uya bel o'ynab qiladigan bo'lsa,
men qanday baplaymankin ko'rese. Noç olsang, meyadımı ba marapının adamları. Evet aldımga. Davay sakçı idaresiga baramiz, oturamiz. Deyişimiz nimişla ol demeyadi deb. Bağa reisinin xodundan tartib, ketken Suriyadan tartib hammasini sikib tashlaymiz hammasini. Tushundingmi? Bu yerda sen yaqilmaydigan, yana hech nima qilolmaydigan, sen bir hech kim emas. Tushundingmi? Sen degan bir janobdan bir yesdan chiqqan bir Çüpürende bir əzləklərsən, düşünüşdünmü? Hayatında özünə yurtdığı olsan, ananızki aeroplandan asman qarab, bir aeroplan ötürüb, aeroplan qarab oturğayıcı qızlarsan. Qarab baqaya, kiyvaqan kiyimləringə, taqdır qonğum qarab bəqişəyə, əşədimi lopurlımı jürsə, kostyum degandan azıraq köyünükün bunda çıxırıb, bunda qılıb, qır çıxıb durdu, çırayılıb. Sakal degandan qırıb diplomatlar Türklarni oldu. Ay, yanında turayotgan Türklar qarabmı bir namoz qilishmaysa, hamma jalobdan oldirma, mushta qul. Tarixdan bu yamışda da mana. Qul. Mana mushunda. Ya Allah. Allah razı olsun. Oynarın nima anangizga kayningdiki. Jasos jalobdan oldir anangizga xayn. Tüy, Hidayetullah degan zuvaningizga jalab cho'shqan. Bo'pti, qarindoshlar mana mushta qaqshab qolmay, Malayziyaning pullarini ham shu qilayotgan narsalarninki hammasiningki hisobini xalqi ber. Turkiyaga Ramazon kelyapti, turkiyaliklar ber jalobdan olsa, biz bunga avatib turyapmiz. O qarindoshlarimizni boshqa vaqt yordam qilmasakmi, har Ramazonda bir 4-5 uylikni yo'qlab turamiz. Eng bo'lmaganda biraydan qo'y o'smoqdi. Sen solamchilarni qo'li qaratqizmaymiz. Biz qarindoshlarimizni haq yo'lga menyapotgan. Shunda o'smi ber Ramazon bo'lgan alani. Bo'pti qarindoshlar, unda o'z Xudoyimga omonat etamiz. Aman bo'linglar.